tushuntiraman. Ona tildagi unday narsamiz borku, o'sha narsa faktorial deyiladi. Ya'ni 3 faktorial bo'lsa, 1 dan 3 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasiga teng. Bu nechiga teng? 6. 6. 4 faktorial bo'lsa, 1 dan 4 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasiga teng. 24. 3, 4. Ya'ni bu 24 ga teng. N faktorial bo'lsa, 1 dan n gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasiga teng. 1, 2, 3, hokazo n. Ana shunga teng. 0 faktorial har doim 1 ga teng. 1 faktorialimiz ham 1 ga teng. Endi qaranglar. Misol keladi. 5 faktorialdan ayir 4 faktorialni deydi. Bu 1 faktorialga teng emas. Buni tashlash xato. Ya'ni bizlarga 5 faktorial ayiramiz. 120. 5 faktorial ayrilgan 4 faktorial. 5 faktorialimiz nechiga? 120. 120. Ha, 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmas. 120 ayrilgan 4 faktorialimiz 24. 24. 96. Ayirsak 96 ga teng. Endi qaranglar. 5 faktorialni 4 faktorialga bo'lsak-chi. Yozib olamiz. 5 faktorialni 1, 2, 3, 4, 5 deymiz. 4 faktorialni 1, 2, 3, 4. 4. Endi qisqartiramiz. 1 bilan 1 ketami? 2 bilan 2. Ketadi. 3 bilan 3. 4 bilan 4. 5 ketadi. Qoladi. Endi sizlarga asta-asta murakkab faktorial, ya'ni ikkitalik, uchtalik va to'rttalik faktoriallar o'rgataman.